Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Boshlangan kunlarimiz barchalarimiz uchun xayr, manfaatli, barakatli bo'lsin. Alloh izni bilan mana biz Qashqadaryo viloyatiga yetib keldik. Xudo xolasa Qashqadaryo viloyatida o'z xizmat faoliyatimizni boshlaymiz bugundan. Yana qo'shimcha 1-2-3 kun davomida shu yerda bo'lamiz. Hozir ertalabdan juda ham nastroyeniya yaxshi, ya'ni kayfiyat yaxshi. Sababi o'sha o'tgan oyda, ya'ni avgust oyida Xorazmda bo'lib o'tgan xizmat safarimizning natijalari Xudoga shukr yaxshi. Ayniqsa mana hozir ertalabdan bir murojaatchimiz Telegramdan xabar yuboribdi. Ya'ni o'sha hayvon sog'aygan hamda bolalagan. Ko'pchilik savol beryapti, shu kasallikka uchraganda hayvon sog'ayish jarayonida, ya'ni siz tavsiya qilgan preparatlardan, veterinariya preparatlaridan bo'g'oz hayvonlarga foydalansa bo'ladimi? Bola tashaydimi, tashamaydi-mi degan savol juda ham ko'p. Mana shu savolga jonli javob mana. Sababi o'sha davolanish boshlangan hayvonimiz ham to'q bo'g'oz bo'lgan, ya'ni 8,5 oy, 9 oylik bo'g'oz bo'lgan. Davolanish kursi oxiriga yetgan, ya'ni 4 kun davomida davolangan hamda mana Xudo xolasa ertalabda tug'di bolalarni. Bu albatta juda ham yaxshi, quvonarli holat. Mana video davomida o'zlaringiz ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum, Mataval aka. Mana yana sizlar eng ajoyib natijalar bilan murojaat qilib turibman. Bu yana kechagi yotib bilmay turgan og'ir kasallangan sigirim. Siz ko'rsatmangiz bo'yicha 3 kun shu o'qillardan oldik. Sigirim bugun tug'dina, o'zi yaxshi ahvoli. Yeb ichib turibdi, oyoqlari ham yaxshi bo'ldi. Gel двойной действияni surib qo'ydingiz. Shuni surganimdan keyin yotib, ahvoli yaxshi, buzoqchasi ham yaxshi. Ming rahmat sizga akajon, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Ota-onangiz baxtına sog' salomat bo'ling, farzandlaringiz ham sizdek yaxshilik qiluvchi insonlardan bo'lsin. Ota-onangiz ham umri uzoq bo'lsin, ilohim. Katta rahmat aka sizga. Hurmatli kuzatuvchilar, mana o'zlaringiz guvohi bo'ldingiz. Ya'ni Allohning izni bilan albatta shu qilingan lecheniyalar, ya'ni biz shu ishlab chiqqan sxema lecheniyalar bo'g'ozlikda hech qanaqangi noto'g'ri ta'siri, ya'ni homilani tushirishi yoki nobud bo'lishiga olib kelgan yo'q. Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Navbatdagi videolarda kuzatishda davom eting. Kanalda yangi bo'lsangiz agar podpisatsiya tugmasini bosing hamda like tugmasini bosing. Sababi bu video ko'pchilikka manfaatli bo'lishi mumkin. Xuddi shu masalalar, shu savollar qiynab turgan chorva egalariga, hayvon boquvchilarga manfaatli bo'lishi mumkin. Hamda o'sha tanish bilishlar gruppasiga tashlab qo'ysangiz ham bemalol bo'ladi. Qaytanga yaxshi bo'ladi. Biz bundan xursand bo'lamiz. Chunki onlayn bo'lsa-da kimgadir biz ishlab chiqqan video roliklarimiz hamda sxema lecheniyalarimiz foyda bersa, biz albatta xursandmiz hamda oxiratda buni ajr savoblardan umidvormiz. Hurmatli kanalimiz a'zolari, bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga doimgidek eng yaxshisini, eng sifatlisini ilinamiz. Navbatdagi video lavhalarimiz bular og'iz og'riq kasalliklari masalalari bo'yicha bo'ladi. Sababi havo almashish vaqtlarida og'iz og'riq kasalliklari ham juda ham ko'p uchrab turadi. Salomat bo'linglar, yaxshi yerda ko'rishaylik.